220 ming so'mga 4 kishilik asabti taomiga buyurtma berib, pulingiz o'zingiz bilan ketadi desam ishonasizmi? Xo'sh, qiziqtirib qo'ydingiz. O'zi bu taomni qanday afzallik tomoni bor deysizmi? Unda yaqinroq keling. Tarkibida qanaqa mahsulotlar borligi bilan tanishib chiqamiz. Issiq qilib o'ralgan patnisga asosiy taomimizga hamroh bo'ladi 800 gram qovurilgan kartoshkalar. Navbatda esa 4 dona tovuqli cho'p kabob. Undan keyin 4 ta cho'p kabob qiymasi va yana 4 ta mol go'shtilik cho'p kabob. Do'mboqqina, yumshoqqina meni yeng degan 4 ta teftel donachalari. Tovuqning eng mazali joyi 4 ta qanotchalar va vitaminlarga boy bo'lgan 4 dona do'lmasi ham bor. Yuza qismini tabga qarab ko'katlar, achchiq garimdori va midor bodring bilan bezatamiz. Ajoyib sous va limon esa taomga ozgacha ta'm beradi. Eng muhimi nima bilasizmi? Bizning go'sht mahsulotlarimiz halol, lahim, sertifikatlangan. Mana assortimiz ham tayyor bo'ldi. Biz buni sizga issiq qog'ozlarga o'ralgan holda uyingizgacha qaynoq yetkazamiz. Siz esa bu videoni yaqinlaringizga yuborib qo'yishni unutmang.